shtrafnoy nima bo'ldi deb hamma so'rayapti. Nima bo'ldi shtrafnoy? Bo'ldi, hal bo'ldi aka, cho'tki emas. Bitta- Nachalnik Nodir aka yordam qildilar, baraka topsinlar. Nodir boyla kuchli bo'ladi. Shunaqa. Bu yerda har xil gap yuribdi endi. Yozmasa bo'lardi, 02 qilmasa bo'lardi deb. Har kimning xarakteri har xil. Kimdir ishonadi, kimdir ishonmaydi. Biz ham qo'ldan kelgancha harakat qildik. Yaxshi muomala qilishga, lekin Shtrafnoyga baribir bir kirib chiqdik. Bu yerda hech kim yo'q, tosh aybdor. Bitta odam aytdi, bir 2 soat oldimmi, qanchadir oldin bitta katta mashinadan tosh tushib ketgan edi. O'sha deyishdimi? Shunaqa. Ha. Zildan tosh tushgan ekan, aytishdi bizga. Ha, bu loqaydlik. Qara, endi ko'chada mabodo tosh ko'rib qolsanglar, erinmay to'xtab, olib tashlaylar. Kimdir jabr ko'radi aniq. Gailar ham aka o'zligini ishligini qilishdi. Shunaqa. Majbur 02 qilingan ish kerak. Shar gap emas. Mana shunaqa. Hech kim yo'llarda mana shunaqa falakatlarga uchramasin.